Allohim mana shu o'g'limga shuncha dard beribdi. Yordam beringlar. Shu hayotni yashasin. Bugun dard zo'r kelib qoldi. Niyatlar yaxshi edi. Assalomu alaykum. Qadrdonlarim, salomatmisiz? Xonadoningiz tinchmi? Bugun Farg'ona viloyati Uchko'prik tumani Arabqo'g'oncha mahallasiga kelganman. Bir insonni bir hol-ahvolni so'raydi kelgan paytimiz bu narsani ko'rib guvohi bo'ldik. Do'stlar juda ko'p marta bizga murojaat bilan chiqishdi bu xonadondan. Bu insonni botishlariga, ahvoliga bir qarang. Yoshligidan ozgina ortilgan sariq kasaldan so'ng kelib chiqqan o'sha hamma bilgan jigar sirroz kasaliga olib ketdi. Bu insonning farzandlari bor, adashmasam nechta farzand bor aka? 4 nafar farzandning otasi, do'stlari, mahallasi, yurtda aka-ukalar bilan birgalikda harakat qilib turibdi. Ozgina sarmoya kerak. Sababi endi bilasiz, oilada boquvchi betob bo'lgandan keyin oilaga kelib turgan mablag' o'z-o'zidan to'xtaydi. Oila o'z-o'zidan bir muhtojlikka tushib qoladi. Bugun yordam so'ray turgan insonimizga ham jigar sirroz kasalligi bilan 250 million so'm pul kerak bo'lyapti. Hozir o'zlarini yiqqan terganidan tashqari. Bugun ehson qilmoqchisiz, bugun yordam qilmoqchisiz, kimgadir bir xayr-bayringiz bor, atab qo'yganingiz bor, yilda topganingizdan bir ozgina beraman, mana shuni bir narza degan joyingiz bo'lsa, kartalarni men qo'yib qo'yaman. Bu insonni o'zlarining nomerini ham qo'yib qo'yaman. Bu nomerlarga bemalol aloqaga chiqib, qo'llaringizdan kelsa yordam qilishingiz mumkin. Yaxshilikni sevadigan xalqmiz. Yaxshilikni bilamiz, qilganmiz, ko'rganmiz. Hamma narsani oxirida bir narsaki, biz olamdan o'tar chog'imiz, biz bilan ketadigan amallarimiz mana shu bir insonga qilingan yaxshilik va muruvvat. Qadrdonlar, befarq bo'lmaymiz. Videoni gruppalarga tarqatishga yordam qiling. Imkon bo'lsa mana shu insonning haqqiga duo qiling. Mana shu inson ukalari mana bugun donorlikka, qo'lidan kelgan yordamga, hamma narsaga harakat qilib turibdi. Qadrdonlar, biz ko'pchilik bo'lib harakat qilsak, bu insonni bugun bir 4 nafar farzandni oilasida qolishi, sizni biz oramizda yaxshi yashab ketishiga sababchi bo'la olamiz. Inshaalloh biz xalq bilan, ko'pchilik bilan hammasini amalda qilgan xalqmiz. Bu safar ham bu galam bu insonni bir haqqiga birgalikda mana shu ehsonni yig'amiz. Inshaalloh yorug' yuz bilan yaxshi yo'lda ko'rishamiz degan umiddamiz. Sog' bo'linglar.